Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev kichik biznes subyektlari o'sishi uchun yanada qulay iqtisodiy va ma'muriy sharoitlar yaratishga qaratilgan takliflar taqdimoti bilan tanishdi. Kichik biznes iqtisodiyotda bandlik, daromad va raqobat muhitini ta'minlaydigan muhim tarmoq hisoblanadi. Shu bois so'nggi yillarda tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash, soliq yukini kamaytirish va davlat xizmatlarini soddalashtirish bo'yicha izchil ishlar amalga oshirilmoqda. Shu bilan birga amaldagi ayrim tartibotlar biznesning tabiiy o'sishiga to'sqinlik qilmoqda. Xususan, kichik biznes subyektlari tushumi 1 milliard so'mgacha bo'lganda soddalashtirilgan soliq rejimida ishlaydi. Ushbu chegaradan oshganda esa qo'shilgan qiymat solig'i va foyda solig'i to'lashga o'tadi. Mazkur chegara 2019-yilda belgilangan bo'lib, o'tgan davrda narxlar sezilarli ravishda oshdi. Natijada ayrim tadbirkorlar 1 milliard so'mlik chegaraga yaqinlashganda aylanmani yashirish, chek bermaslik yoki biznesni bir nechta subyektga bo'lish amaliyotiga o'tmoqda. Taqdimotda 2026-yil 1-iyundan kichik biznes uchun umumiy soliq rejimiga o'tishdagi chegaraviy miqdorni 1 milliard so'mdan 5 milliard so'mga oshirish taklif qilindi. Shuningdek, umumiy ovqatlanish, savdo va xizmat ko'rsatish sohalari uchun qo'shilgan qiymat solig'ini to'lashning soddalashtirilgan tartibini joriy etish tashabbusi bildirildi. Unga ko'ra, tadbirkor ixtiyoriy ravishda 6% stavkada qo'shimcha qiymat solig'i to'lab foyda solig'idan ozod etilishi yoki amaldagi umumiy tartibda ishlashni davom ettirishi mumkin bo'ladi. Bu orqali kichik biznes uchun soliq hisoblash va to'lash jarayoni soddalashadi, ma'muriy yuk kamayadi, aylanmalarni yashirish va biznesni sun'iy bo'lishga rag'bat pasayadi. Qo'shimcha qiymat solig'i ma'muriyatchiligidagi murakkabliklar ham tahlil qilindi. Qo'shimcha qiymat solig'iga o'tgan tadbirkorlarda hisobotlar soni 2 baravarga oshmoqda. 2025-yilda hisobotlarda xato aniqlangan soliq to'lovchilarning 77% qo'shimcha qiymat to'lovchilari hissasiga to'g'ri kelgan. Shu munosabat bilan past xavf darajasiga ega tadbirkorlar uchun qo'shimcha qiymat solig'ining salbiy farqini avtomatik qaytarish, qo'shimcha qiymat solig'i to'lovchisi guvohnomasini vaqtincha to'xtatib turish tartibini bekor qilish, import bo'yicha majburiy qo'shimcha qiymat solig'iga o'tish amaliyotini qayta ko'rib chiqish va bank hisob raqamlarini ochish jarayonini avtomatlashtirish taklif etildi. Kichik biznes subyektlariga nisbatan ma'muriy bosimni kamaytirish maqsadida tadbirkorga xatolarni mustaqil tuzatish imkoniyatini berish hamda soliq xavfi 500 million so'mgacha bo'lgan holatlarida soliq auditi, 100 million so'mgacha bo'lganda esa sayyor soliq tekshiruvini o'tkazmaslik tartibini joriy etish taklif qilindi. Umumiy ovqatlanish va mehmonxona xizmatlari sohasida ham bir qator yengilliklar nazarda tutildi. Jumladan, alkogol va tamaki mahsulotlarini naqd shaklda realizatsiya qilishga ruxsat berish, qo'shimcha qiymat solig'ining bir qismini qaytarishda naqd pulsiz tushum ulushiga doir talabni bekor qilish, ayrim xodimlarni soddalashtirilgan tarzda rasmiylashtirish taklif qilindi. Ushbu choralar 600 mingdan ortiq kichik biznes subyekti uchun qonuniy o'sish imkoniyatini kengaytirishi kutilmoqda. Soliq bazasi shaffoflashishi hisobiga byudjetga yiliga kamida 2 trillion so'm qo'shimcha tushum tushishi prognoz qilinmoqda. Davlatimiz rahbari ushbu takliflarni ma'qullab, kichik biznesga qulay va adolatli sharoit yaratish, soliq ma'muriyatchiligini soddalashtirish hamda raqamlashtirish orqali tadbirkorlar faoliyatini kengaytirishga rag'batlantirish va ishonchini mustahkamlash yuzasidan mutasaddilarga tegishli topshiriqlar berdi. Tadbirkor aylanmasi oshgani uchun qo'rqmasligi kerak. Aksincha, u yangi ish o'rinlarini yaratish, savdosini kengaytirish, faoliyatini ochiqda yuritish uchun davlat qoidalarini soddalashtirmoqda. Birinchi eng muhim o'zgarish bo'lib, bu umum belgilangan soliq rejimiga o'tish chegarasi oshirilmoqda. Bu kichik biznesga ko'proq o'sish imkoniyatini beradi. Shuningdek, xavfi past bo'lgan intizomli soliq to'lovchilarimizga nisbatan qo'shilgan qiymat solig'ini qaytarishni inson omilisiz, ya'ni avtomatik tarzda qaytarish tartibi ham ko'zda tutilmoqda. Bu mablag'larni tezkor qaytarish, ortiqcha byurokratiya yoki korrupsiya xavfini kamaytirishga xizmat qiladi. Turizm, mehmonxona, umumiy ovqatlanish sohalari uchun ham bir qator yengilliklar berilmoqda. Jumladan, naqd to'lovlarni qabul qilish, ayrim xodimlarni soddalashtirilgan tartibda rasmiylashtirish va sohadagi soliq imtiyozlarini amalda xizmat ko'rsatuvchi boshqaruvchi kompaniyalarga ham tatbiq etish nazarda tutilmoqda. Ba'zi bir umumiy ovqatlanish yoki turizm, mehmonxona sohalarimizda xodimlarni bir kunlik, bir haftalik ishga olish holatlarini ko'p kuzatiladi. Bunda xodimni rasmiylashtirishda shu kunning o'zida, ya'ni o'sha bir kunlik ish haqi berish evaziga yoki bir haftalik ish haqi berish evaziga xodimni rasmiylashtirish imkoniyati paydo bo'ladi. Bundan tashqari, kichik biznesga soliq xatolarini avval mustaqil tuzatish imkoniyati ham berilmoqda. Ya'ni davlat yondashuv faqat jazolash emas, balki tadbirkorlar bilan hamkorlik qilish va ularni to'g'ri ishlashga ko'maklashish, ya'ni yo'naltirishdan iborat bo'ladi. Asosiy maqsad bitta: halol ishlayotgan tadbirkorlarga yengillik berish, biznesni ochiqlashtirish va iqtisodiyotda kichik biznes ulushini oshirish. Qo'shilgan qiymat solig'iga o'tish chegaraviy miqdorining belgilanishi tadbirkorlik subyektlarida bo'linmasdan shaffof aylanmasini
bemalol xotirjam ko'rsatgan holda ishlash imkonini beradi. Shuningdek, umumiy ovqatlanish, savdo yoki xizmat ko'rsatish sohasidagi tadbirkorlik subyektlari qo'shilgan qiymat solig'ini soddalashtirilgan rejimini tanlab, ushbu rejimda faoliyat ko'rsatishlari mumkin. Ushbu rejimda qo'shilgan qiymat solig'ining stavkasi 6% qilib belgilanadi. Soddalashtirilgan soliq rejimiga o'tgan tadbirkorlik subyektlari tomonidan qo'shilgan qiymat solig'ining salbiy farq summasi hisobdan chiqarilishi va hisobga olish huquqsiz uning kontragentlari tomonidan ushbu summada, ya'ni 6% stavkada hisobga olishi mumkin bo'ladi. Shuningdek, soddalashtirilgan soliq rejimiga o'tadigan tadbirkorlik subyektlariga umum belgilangan soliq solishdagi imtiyozlar hamda preferensiyalar qo'llanilmaydi. Shuningdek, tadbirkorlar uchun yana bir asosiy qiynab kelayotgan muammolardan biri o'z yechimini topdi. Ya'ni tadbirkorlik subyektlarini qo'shilgan qiymat solig'i maxsus guvohnomasini vaqtinchalik to'xtatish tartibi bekor qilingan. Tadbirkorlik subyektlarini qo'shilgan qiymat solig'i to'lovisidagi maxsus guvohnoma faqatgina ularni ro'yxatga olish, hisobini yuritish uchun amal qiladi. Ta'sirchan choralar qo'llanilmaydi. Ma'murchilikdagi soddalashtirish, tadbirkorlik subyekti agar soddalashtirilgan qo'shilgan qiymat solig'i rejimiga o'tadigan bo'lsa, undan hattoki foyda solig'i hisoboti topshirish ham talab qilinmaydi, foyda solig'i hisoblanmaydi. Ayniqsa, endi ish boshlagan yoki xizmat ko'rsatish, umumiy ovqatlanish sohasidagi kichik tadbirkorlik subyektlari uchun soddalashtirilgan oson rejim hisoblanadi.